Firuzbek, siz Garvard kabi dunyoning eng nufuzli universitetlarida tahsil olishni xohlaysizmi? Ha, albatta. Ana shunday katta maqsadlar sari yo'l bizning sevimli Al-Biruniy nomidagi xalqaro maktab-internatida boshlanadi. Ha, to'g'ri. Bizning maktab O'zbekiston tarixida birinchi xalqaro IBDP, ya'ni International Baccalaureate Diploma Program dasturini davlat maktabida joriy etgan va bundan tashqari IBning 58 yillik tarixi ichida atiga 4 oy ichida akkreditatsiya olgan va jahon rekordini yangilagan maktab hisoblanadi. Bu yerda o'quvchilar nafaqat odatiy fanlarni o'rganadi, balki mustaqil fikrlash, tahlil qilish, taqdimot qilish va o'z kelajak yo'lini ongli ravishda tanlashni o'rganadi. Maktabimizda zamonaviy sinf xonalari, laboratoriyalar, sport maydonchalari va kompyuter xonalari mavjud bo'lib, soat 8:30 dan 16:30 gacha IB dasturi asosida darslar o'tiladi. So'ng turli klublar va qo'shimcha darslar o'z ishini boshlaydi. Bundan tashqari, maktabda shinam yotoqxona mavjud bo'lib, o'quvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. O'quvchilarimiz zamonaviy kasblar, IT, axborot texnologiyalari, muhandislik, tibbiyot va xalqaro munosabatlar kabi fanlardan muntazam ravishda prezentatsiyalar qo'yib borib, bu orqali hozirdan o'z qarashlari va rejalarini shakllantirib borishadi. Bundan tashqari, Al-Biruniy maktabida xalqaro tajribaga ega va xalqaro top universitetlarda ta'lim olgan o'qituvchilar jamoasi shakllantirilgan bo'lib, bu orqali bizda bundan tashqari career counseling, ya'ni kasbiy counseling degan fan muntazam ravishda olib boriladi. Bu esa o'quvchilarimizda hozirdanoq o'ziga eng mos keluvchi universitet, davlat yoki fan yo'nalishlarini aniq tushunib berishga yordam beradi. Maktabimiz bitiruvchilari xalqaro darajadagi IBDP diplomiga ega bo'lib, dunyoning nufuzli Harvard, Stanford, MIT, Yale, Oxford, Cambridge kabi top 10 talik reytinglardagi universitetlarga imtiyoz asosida kirish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Bu diplom yuqorida sanab o'tilgan nufuzli universitetlarda bakalavr darajasini 4 yil emas, balki 3 yilda olish imkoniyatini beradi. Aynan shu sababli bitiruvchilar o'qishni tamomlab xorijdan qaytgach, milliy kadrlar zaxirasiga kiritilib, davlat tashkilotlarida yuqori lavozimlarda ishlash imkoniyatini ham qo'lga kiritishadi. Maktabimizga hozirgi 8-sinf bitiruvchilari hujjat topshirishi mumkin. Prezident maktablari bundan mustasno. Qabul 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich respublikamizning barcha hududlarida test shaklida o'tkaziladi. Ikkinchi bosqich kirish imtihoni esa Toshkent shahrida yozma shaklida bo'lib o'tadi. Maktabimizda ikkita akademik yo'nalish mavjud: aniq fanlar va tabiiy fanlar. Bir yilda umumiy 60 ta o'quvchilarni davlat granti asosida qabul qiladi. Al-Biruniy nomidagi xalqaro maktab-internatimizga qabul jarayoni haqida to'liq ma'lumot berib o'taylik. Maktabimizga hujjat topshirish jarayoni maxsus onlayn platforma PIMA orqali amalga oshiriladi. Qabul tartibi oddiy, shaffof va aniq qoidalarga asoslangan. Hujjatlarni onlayn qabul qilish agentlik tomonidan tasdiqlangan grafikka asosan amalga oshiriladi. Buning uchun so'nggi 2 oy ichida tushgan fotosuratingiz, tug'ilganlik guvohnomasi, skanerlangan elektron formati, ota-onangiz yoki qonuniy vakilingiz pasport yoki ID ma'lumotlari va bog'lanish uchun telefon raqami kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hujjatlar 24 soat ichida ko'rib chiqiladi va nomzod xabardor qilinadi. Birinchi yo'nalish fan bloklari: ingliz tili, matematika, fizika bo'lib, umumiy 400 ta o'rin berilgan. Ikkinchi yo'nalish fan bloklari esa ingliz tili, kimyo, biologiya bo'lib, 200 ta o'rin berilgan. Savollar soni 3 ta fandan umumiy 60 ta test bo'lib, maksimal 102 ball ko'rsatkich asosida baholanadi. Agar siz IELTS sertifikatidan 6 va writing qismidan 5,5 dan yuqori natijani taqdim etsangiz, birinchi bosqich ingliz tili imtihonidan ozod qilinasiz va sizga maksimal ball taqdim etiladi. Maqsad respublika bo'yicha eng yuqori natija ko'rsatgan 600 nafar nomzodni saralab olish. Ikkinchi bosqich imtihonlari yozma ish va og'zaki suhbatdan iborat. Natijalar 100 ballik umumiy sistemada baholanadi. Agar siz IELTS sertifikatiga va writing qismidan 6 ga ega bo'lsangiz, siz ikkinchi bosqich ingliz tili imtihonidan ozod qilinasiz va sizga maksimal ball taqdim etiladi. Natijalar 10 ish kuni ichida e'lon qilinadi. Imtihon natijalarida tenglik yuz berganda ingliz tili ko'rsatkichlari ustun qo'yiladi. Undan keyin ijtimoiy himoya ro'yxatiga kiritilganlarga ustuvorlik beriladi.
Yana bir muhim fakt. Har yili Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab internatiga 60 o'rinli davlat granti ajratiladi. Bularning 40 tasi aniq fanlar uchun, 20 tasi tabiiy fanlar uchun. Savollar yoki qo'shimcha ma'lumotlar uchun maktabning rasmiy veb-saytiga yoki ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalariga murojaat qiling. Al-Beruniy bu shunchaki dars beradigan maktab emas. Bu kelajak liderlari va global miqyosda keng fikrlovchi dunyo fuqarolarini tarbiyalovchi maskan. Qabul jarayonlari bu maktabga juda ham shaffof tarzda adolatli tashkil qilindi va bu narsa farzandlarimizda o'zini bilimini to'laligicha namoyon qilishga imkon yaratib berdi. Biz farzandimiz uchun dunyoda tan olingan va kuchli, chuqur bilim bera oladigan akademik muhit qidirgandik va aynan mana shu narsani bizga Al-Beruniy xalqaro maktabi to'laligicha taqdim qila oldi va biz bundan juda ham mamnunmiz. O'qish boshlanganiga qisqa vaqt o'tganligiga qaramasdan farzandlarimiz bu maktabda o'z vaqtlarini to'g'ri taqsimlashdi va oldilariga katta ulkan maqsadlar qo'yishdi o'rganganligi biz ota-onalarni juda ham quvontirdi. Biz asli Qashqadaryo viloyatidamiz. Qizim Madina Bonu Al-Beruniy maktabiga o'qishga kirgandan juda ham xursandmiz. Bu yerdagi ta'lim sifatlari juda ham zo'r, sharoitlari ham juda ham zo'r, ovqatlari ham juda ham shirin, mazaliligini har doim ta'kidlaydi qizim. Kelajakda ham bu yaxshi ta'sir ko'rsatishiga ishonamiz. Ismim Shahnoza, asli Samarqand viloyatidanmiz. O'g'lim Perimov Behruz Al-Beruniy xalqaro maktabining 9-sinfida tahsil oladi va bu bilan faxrlanaman. Sababi Al-Beruniy xalqaro maktabi O'zbekistonda IB yo'nalishi bo'yicha yagona maktab hisoblanadi. O'g'lim Behruzjon Britaniyaning Oxford universitetiga kirishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan va bu maqsadiga erishishiga ishonaman. O'g'lim bu maktabda, ya'ni Al-Beruniy maktabida kuchli, salohiyatli o'qituvchilardan ta'lim olmoqda. Xudo xohlasa, o'g'lim Behruzjon Oxford universitetini tamomlagach, yurtimiz kelajagi uchun hissa qo'shadigan yetuk kadrlardan bo'lib yetishadi. Bunga ishonaman. Agar siz ham farzandingizning kelajagini jahon miqyosida qurmoqchi bo'lsangiz, Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab internati sizning to'g'ri tanlovingizdir. Eng quvonarlisi, mazkur maktab o'quvchilarining 3 yil maktabda va 3 yil xorijdagi nufuzli universitetlarda tahsil olishi to'liq davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Zehn tog'larni siljitadi. Bu bizning maktabimiz shiori. Keling, safimizga qo'shiling. Porloq kelajak sari birga boramiz.